Bosh miya venoz qon aylanishi o'tkir buzilishining endi keling klinik ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Bosh miya venoz trombozi klinik ko'rinishi asta-sekin rivojlanadi. Intrakranial bosimning oshishi belgilari odatda uchraydi. Bunda bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, qusish, ko'ruv nervining diskini tiqilishi va meningal simptomlar paydo bo'lishi bilan o'choqli nevrologik simptomlarning tabiati bosh miya venoz trombozlaridan kelib chiqqan patologik o'choqning joylashuvi va kattalashishiga bog'liq bo'ladi. Katta chuqur venalar trombozi og'ir kechadi, o'rtoqlar. Mushak tonusining buzilishi bunda kechiladigan jarayon. Keyin akinetika rigidniy sindrom belgilari, yaqqol vegetativ reaksiyalar va neyroendokrin buzilishlar bilan bosh miya katta qon tomir, ya'ni galen qon tomiri trombozida holat odatda juda og'ir kechadi. Intrakranial gipertenziya kuzatiladi, stupor holatlari kuzatiladi. Ba'zida bemorlar koma holatida kechishi mumkin va gipertermiya holati ham kuzatiladi. Bunda tana haroratini 39-40-41 gacha ko'tariladi. Biroq cerebral venoz trombozining aksariyat holatlari prognozi nisbatan qulay bo'lib, doimiy qoldiq oqibatlari bo'lishi mumkin. Bunda o'sha qoldiqlar, ya'ni parez, gomonim gipermetriya, ikkilamchi epilepsiya holatlari, oliy ruhiy nerv faoliyatining buzilishi va boshqalar shunga o'xshaydi. Septik tromboflebit asosan bosh miya venalarida uchraydi. Tromboflebitning sababi, asosiy sabablardan biri bosh miya to'qimalaridagi yiringli o'choqlar. Yiringli o'rta otitlar bo'lishi mumkin sabablariga, mastoiditlardan keyin kelib chiqishi mumkin. Sinovit, infeksiyalangan yaralar va boshqa bosh miya travmatik jarohatlar oqibatida. Tromboflebitning klinik manzarasi keskin boshlanish bilan xarakterlanadi. Uning tipik simptomlari qatoriga og'ir bosh miya og'rig'i, qusish, gipertermiya, tana haroratining ko'tarilishi, meningal sindromlar, epileptik tutqanoqlar ham kuzatiladi u holatda. Keyin deliriya, psixomotor bezovtalik va koma holati. Bunday kasallikning remissiyaga, ya'ni tuzalish davriga o'tish mumkin. Jarayon miya venalari orqali miyaning qo'shni sohalariga tarqalishi ham mumkin. Laborator xulosalari, ya'ni laborator tekshiruvda leykositoz va eritrotsitlar cho'kish tezligining yuqori keng tarqalganligi kuzatiladi. Likvor suyuqliklarida qon aniqlanishi noqulay belgisi hisoblanadi. Asosan shu tromboflebitni yana beradigan asoratlaridan biri tromboflebitni meningit yoki miya absessidan farqlash zarur. Septik tromboflebit bo'lgan bemorlarda bosh miya bo'shlig'ida meningit, meningoensefalit yoki miya absessining rivojlanishi mumkinligini eslatib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.